Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Mana O'zbekiston bo'ylab bayram shukuhlari kezib yuribdi. Bizning qishlog'imizda ham bayram shukuhlari kezib, hamma tomonidan Navro'z bayrami. Men sizlarni muborak Hayit bayrami bilan, Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, baxt, saodat tilayman. Hammamizga farzandlarimizni baxtini, shaxtini, taxtini, saodatini, kamolini ko'rib berish nasib etsin. Azizlar, Laylatul Qadr kechasi menga shunday bir farishtalar tomonidan shunday bir narsa nozil bo'ldi. Bir she'r yozdim shu oqshom. Laylatul Qadr kechasi. Otamni eslab deb yozdim bu she'rni. She'rni otalariga jannatdan joy so'ragan, Allohdan ularning oxiratlarini obod bo'lishini istagan barcha farzandlarining nomidan, tilidan deb o'zlaringiz qabul qilgaysizlar. Men shu she'rimni sizlarga o'qib beraman. Otamni eslab. Joyingiz jannatda bo'lsin otajon, qabringiz yoritsin Qur'on nurlari. Siz edingiz bizga qanday mehribon, poyingizga to'shalsin jannat gullari. Sog'inaman sizni aziz otajon, siz ekansiz menga haqiqiy qo'rg'on. O'rningizga qoldirib ketdingiz meni, farzandlarim erkalab deyman otajon. Ota-ona o'lmoq azaliy meros, Allohning irodasi bu, qilamiz ixlos. Hayot so'qmoqlaridan adashsak gar biz, sizdan madad so'raymiz otajon so'zsiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yana bir marta sizlarni bayram bilan tabrik